Assalomu alaykum. Consulting.uz taqdim etayotgan ushbu forma Germaniyada yangi imkoniyatlar sari tashlanadigan eng muhim qadam hisoblanadi. Ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiritish esa sizni boshqa nomzodlardan ajratib, birinchilardan bo'lib tanlanishingizga yordam beradi. Keling, ushbu formani qanday to'ldirishni bosqichma-bosqich ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda siz telefoningizda yoki kompyuteringizda yoki planshetingizda aynan qaysi qurilmadan bo'lishidan qat'iy nazar berilgan link orqali, ya'ni havola orqali kirganingizdan so'ng ushbu forma sizga ko'rinadi va bu formaga qanday ma'lumotlar kerak bo'lishini birinchi navbatda ko'z yugurtirib ko'rib chiqishingiz kerak. Ana undan so'ng eng birinchidan boshlab buni to'ldirishni boshlaysiz. Men buni avtomatik tezroq to'ldirishga harakat qilaman, chunki sizni vaqtingizni olmasligimiz kerak. Birinchi navbatda ismimizni so'rayapti. Bu yerga men ism kiritaman. Undan so'ng familiya, biz bu yerga familiyamizni kiritamiz. Undan so'ng bu yerda jinsimizni so'raydi. Erkak yoki ayolligingizga qarab uni kiritasiz. Bu yerda tug'ilgan sana, buni ham bemalol o'zingizni tug'ilgan sanangizni kiritishingiz mumkin. Faqat bu yerda e'tibor bering, aynan mandagi kabi ushbu tanlovchi funksiya chiqmasligi mumkin. Ya'ni siz Android, iOS kabi qanaqa texnologiyadan foydalanayotganingizga qarab, bu yerda sizga tanlash uchun joy ochiladi. Aynan bu ko'rinishda bo'lmasa ham boshqacharoq ko'rinishda chiqadi va siz bemalol bu yerga ma'lumotingizni kiritsangiz bo'ladi. Oilaviy holatingiz, turmushga chiqqansiz yoki chiqmagansiz yoki uylangansiz yoki uylanmagansiz, bu yerda unga qarab turib tanlaysiz. Misol uchun verheiratet, ya'ni oilali. Bu yerga telefon raqam. Men shunchaki biror bir telefon raqam kiritib turaman. Aynan bu hozirdagi men kiritayotgan raqam bu insonga tegishli bo'lmasa ham, siz o'zingizga tegishli bo'lgan ma'lumotni albatta bu yerda kiritishingiz kerak. Biz siz bilan aloqaga chiqishimiz uchun. Ya'ni bu yerga telefon raqamingizni kiritasiz. Ana undan so'ng email eng muhim joylardan biri. Misol uchun men mana shu emailni kiritdim va siz bu email orqali faqat bitta yo'nalishdan ro'yxatdan o'ta olasiz. Va boshqa email ochib, boshqa yo'nalishlardan ham ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, buni tavsiya qilmaymiz. Siz bitta yo'nalishda ro'yxatdan o'tdingiz va u yo'nalish to'liq yopilmaguncha, ya'ni sizga rad yoki qabul qilganlik javobimizni bermagunimizcha siz kutishingiz kerak va boshqa yo'nalishlardan ro'yxatdan o'tmasligingiz zarur. Ana undan so'ng bu yerda rasm so'raydi. Rasmingiz iloji boricha hajmi kichkinaroq, 1 megabaytdan kichikroq va chiroyli tushilgan bo'lishi kerak. Misol uchun mana bu rasmni men tanlayman. Bu kichik va bizga mos rasm. Bu yerda esa adres kiritamiz, qayerda yashashimizni. Nemis tilida bo'lishi kerak. Shunda biz uchun ham qulay. Bu yerda esa albatta bizni ishlagan joyimiz, ya'ni ish tajribamiz kiritilinishi kerak. Bu yerni bosamiz. Misol uchun biz bu yerga biror bir ish yilini kiritamiz. Qaysi yildan qaysi yilgacha ishlaganmiz. Agar hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, buni tanlaysiz. Agar hozir ishlamayotgan bo'lsangiz, o'sha ma'lumotni kiritasiz va qanaqa yo'nalishda ishlagansiz. Ya'ni siz u tashkilotda nima ish qilgansiz? Misol uchun biz hamshira bo'lganmiz. Xo'p, ish beruvchi kim? Va undan so'ng bu yerda manzil kiritiladi. Mana ish beruvchining manzili. Siz albatta nemis tilini bilib buni o'qib kiritasiz, shuning uchun adashishingiz ehtimoli past. Va bu yerda ana endi nimalar qilganingizni kiritasiz. Misol uchun men bitta matn kiritaman. Mana shu ishni qilganman. Okey, bu yerga kiritilinadi. Ya'ni misol uchun siz quruvchi bo'lgan bo'lsangiz, men g'isht terganman, beton quyganman va hokazo. Agar siz hamshira bo'lgan bo'lsangiz, men bemorlarga qaraganman, smenada turganman kechki payt va hokazo. Turli xil o'sha dorilar bilan ishlaganman deb yozsangiz bo'ladi. Mana men ikkinchisini va uchinchisini kiritaman. Bu yerga ko'p kiritish shart emas, o'sha 2 ta yetadi. Kiritib bo'lganingizdan so'ng bir qator o'qib chiqasiz. Agar sizda yana ish tajribasi bo'lsa, bu yerga yana plyusni bosib davom ettirishingiz mumkin, bo'lmasa yo'q. Xo'p, Ausbildung, ya'ni siz kollej o'qigan bo'lsangiz, bu yerga uni ma'lumotini kiritasiz. Demak, bu yerda biz universitetni ham kiritib ketishimiz mumkin, aynan kollejni emas. Shuning uchun bu yerda biz endi Ausbildung kiritmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda qachon o'qiganmiz? Albatta, ishlagan yilimizdan oldin o'qigan bo'lamiz. Misol uchun o'qishlar odatda sentyabrda boshlanadi va tugashi odatda kollej bo'lsa, demak 3 yilda tugaydi va bu 2016-yilga to'g'ri keladi. Odatda iyun yoki iyulda bu o'qishlar tugaydi. Misol uchun iyun. Qayerda o'qiganligimiz? Mana shu joyda o'qiganmiz. Misol uchun Toshkent meditsina kolleji va diplomimiz bo'yicha aynan qanaqa yo'nalishda bitirganligimizni kiritamiz. Aynan bunaqa ko'rinishda bo'lmasligi mumkin. O'zingiz o'sha diplomingizga, hujjatlaringizga qarab ma'lumotlarni kiritsangiz bo'ladi. Agar siz yana o'qigan bo'lsangiz, bu yerga bemalol kiritib ketishingiz mumkin. Misol uchun men bittadan kiritdim. Ana undan so'ng bu yerda biz sizga avtomatlashtirilgan holatda ma'lumotlarni kiritishni belgilab qo'yganmiz. Bu yerda aynan sizni qobiliyatlaringiz, ya'ni imkoniyatlaringiz, jamoa bilan ishlash va hokazolar bor. Agar kerak bo'lmasa, buni X deb bosasiz.
yoki yana qo'shmoqchi bo'lsangiz yana plyusni bosib buni ko'paytirishingiz mumkin, lekin juda ham ko'p bo'lishi aslida unchalik ham to'g'ri emas. O'sha minimal tarzda o'zingizga to'g'ri deb bilgan ma'lumotlarni tanlaysiz. Undan so'ng yana aytaylik, kompyuterga oid sizni ko'nikmalaringiz bor. Bu yerda ham Word, Excel va hokazolar bilan ishlay olasiz. Yana ko'paytirmoqchi bo'lsangiz plyusni bosasiz. Ana endi eng muhim qismlardan biri bu til bilish darajangiz. Til bilish darajangiz uchun plyusni bosasiz va bu yerga misol uchun nemis tili bo'lsa Deutsch deb yozib, ana endi qanaqa darajada bilasiz? Misol uchun A2 darajada. Keyingi til aytaylik English, ingliz tilini A1 darajada bilaman. Yana plyus rus tilini misol uchun B1 darajada bilaman. Aytaylik o'zbek tili va buni ona tili darajasida bilaman. Ana undan so'ng bu yerda dokument bo'limida siz diplom yoki til sertifikatingizni kiritishingiz kerak. Xo'p, demak, agar sizda ikkalasi ham bo'lmasa, buni tanlaysiz, ikkalasini bosib qo'yasiz. Agar sizda faqat diplom lekin til sertifikati bo'lmasa, buni tanlab, diplomni faylini biriktirasiz. Fayl albatta PDF ko'rinishida bo'lishi kerak. Demak, bunga bosib biz mana bu diplomni tanlaymiz. Okay. Va buni bosib, bu yerdan aytaylik o'zimizni B1 ma'lumotimizni tanlaymiz. Mana bu yerda B1 bor. B1 ni tanladim. Mana biz diplom hamda B1 til sertifikatini kiritdik. Agar sizda bo'lmasa, o'sha aytganimdek, buni belgilab qo'ysangiz, biz buni tushunamiz. Xo'p, ana endi ma'lumotlarni kiritib bo'lgandan keyin bizni o'sha ma'lumotlar xavfsizligi, ya'ni siz bu yerda kiritgan ma'lumotlaringiz biz tomonimizdan hech kimga tarqatilmaydi va beriladigan shaxslar ham bu yerda hammasi kiritilingan. Buni bosib o'qib chiqishingiz mumkin. Mana va ana undan so'ng eng pastiga buni belgilaysiz. Bu yerda bu yonadi va albatta robot emasligingizni ham tasdiqlashingiz kerak. Bu ham xavfsizlik uchun bizga kerak bo'ladi. Va buni bosganingizdan so'ng sizga savol beradi. Mana bu yerda avtobusni topishingiz kerak va avtobuslarni birin-ketin tanlashni boshlaymiz. Demak, bu yerda avtobuslar hanuz chiqyapti. Mana bir qancha bosyapman, bir qanchasini. Sizda bu umuman chiqmasligi ham mumkin, ya'ni mana bu kapcha chiqmasligi ham mumkin yoki xuddi shu kabi chiqishi mumkin va avtobus qolmadi, demak biz tasdiqlashni bosamiz. Bizga yana savol beryapti, aynan o'sha o't o'chirish moslamasini tanla deyapti. Demak, ularni tanlaymiz. Xo'p, bu sizni qurilmangiz qanchalik ishonchli yoki ishonchsizligiga qarab belgilanadigan narsa va mana bizda hammasi joyida. Ana endi buni bosadigan bo'lsak, bizda biroz kutamiz va katta rahmat. Aynan mana shu yozuv chiqqan bo'lsa, bizga ma'lumotlaringiz kelgan bo'ladi. Va siz bu linkka qayta kirsangiz, yana mana shu yozuv chiqadi, chunki biz sizni bitta link bilan bir marta ma'lumotlaringizni jo'natishingiz mumkin. Agar ma'lumotlaringizda nimadir yetishmasa yoki nimadir xatolik bo'lsa, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqib, o'sha ma'lumotlarni to'g'ri yoki keraklilarini so'raymiz. Formani qanday to'ldirish haqida qisqacha tushuncha paydo bo'ldi degan umiddaman. Agar biror bir savollaringiz bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qiling. Hammaga rahmat.